ustozlarim ham ma'qul ko'rib ruxsat berdilar. Shu bilan madrasa talabalari bizni vokzalga olib chiqib, poyezdga o'tkazib fotiha berib qaytdilar. Bombeyga yetib keldik. Hojixonada dadamning rafiqlari hali ham turgan ekanlar. Biz kelganimizdan so'ng paraxod safarga tayyor bo'ldi, bilet olib Makkaga jo'nadik. Biz dadamlar ikkimiz xayrlashgan vaqtimda madrasaning bosh mudarrisi Mavlono Ahmad Ali menga bir risola hadya qilgan edilar. Risolaning nomi Rahbarul Haq bo'lib, o'zlari tasnif qilgan ekanlar. Menga tavsiya qilib, bu risolaning ichida har bir kerakli narsa yozilgan, shunga amal qiling deb buyurdilar. Bombey shahriga kelgach, bu risolani ochib qaradim. Risolada yozilgan ekan: Bombey shahridan paraxodga chiqish oldidan hojilarga lozim shulki, 6 metr uzunlikda bir arqon olsinlar. Bir chelak ham olsinlar. Keyin limondan qilingan konservadan ma'lum miqdorda sotib olsinlar. Yana qora choyga odatlangan odamlar qora choy ham olsinlar, chunki Arabistonda topilmaydi. Men shularga amal qilib, bu narsalarni do'kondan sotib oldim. Paraxodga chiqish oldidan doktor ko'rigidan o'tish lozim ekan. Agar hojilar kasal bo'lsa, paraxodga ruxsat bermas ekanlar. Dadamda nafas qisar, astma kasalligi bor edi. Ba'zilar dadangizga doktor ijozat bermaydi deyishdi. Men hojixonada xodimlar bilan maslahat qildim. Ular, sen doktor ko'rigidan o'tishda dadangdan oldinroq turgin. Dadangga navbat kelganida 10 rupiya pulni doktorning qo'liga berib iltimos qilgin. Shunda doktor ruxsat beradi deyishdi. Mening urdu tilini bilishim katta foyda qildi. Doktorning qo'liga 5 so'mlik Nikolay tillosini berdim. Urdu tilida iltimos qilgan edim, doktor dadamga ruxsat berdi. Paraxodga chiqdik. Risolani yana ochib qaradim. Bu joyda nima lozim bo'ladi? Unda yozilgan ekan: iloji boricha yuqori qavatdan joy oling. Chunki paraxodning pastki xonalari ko'p besaranjon bo'ladi. Odamlarning boshi aylanib qayt qiladi. Shunday holatlarda limonni kesib, og'izga solib, hidlab turish kerak. Musofir yo'llarida ilm deb yongan bir qalb edi. G'urbatlarda Qur'on ila yurgan qalb edi. Balxu Buxoro, Afg'on va Hind sari kezib, sabr ila mashaqqatni yenggan ulug' bir mard edi. Qamoq, hijrat, urushlarda so'nmadi iymon. Baytullohda ko'z yosh ila qildilar armon. Avlodlarga ilmlarin meros qilib, Hindistoniy hazrat edilar ilmi sulton.